Mani erim hammadan chiroyli, biram kelishgandek yagonamsiz. Dunyodagi hamma ayollarning ichida menga havosi keladi. Rahmat xotin. Men ham seni yaxshi ko'raman. Bo'pti, men ketdim. Yaxshi aytaylik. O'rtoq, shu mani erim bitta narsani ham o'zi eplolmaydi-da. Erimni qo'lidan bitta ish kelmaydi. Bir erkakga ham o'xshamaydi bunda. Hech eringni o'ziga maqtab ko'rganmisan? Yo'q. Erkak kishini faqat yomon tomonini gapiravermasdan, yaxshi tomonini gapirib, ko'kka ko'tarish kerak. Agar ayol eri ko'kka ko'tarsa, o'ziga bo'lgan ishonch ham oshadi. Ora-orada eri ham maqtab turish kerak deydi. O'tgan kuni bitta odamga turtilib ketdim, "Hamuncha qo'polsiz" deb urishib berdi. O'zimda ham ayb bor-da, qaramadim. Sizdagi yaxshi insonni, sizdan o'tgan mehrni ikki dunyoda ham boshqa insonlar topolmayman. Xo'p, rahmat. Xotin, kayfiyatimni ko'tarding. Nega bu meni bunchalik ko'p maqtayapti ekan? Yo bu narsa qildimikan? Menga qara, sen nima meni 3-4 kundan beri maqtab tashlayapsan? Yo mashinamni avariya qilib qo'ydingmi? Bu narsa bo'ldimi? Tinchlikmi? Erini ko'kka ko'targan ayolning eri uni boshqalarga alishmaydi. Shirin so'z qalbni eritadi. Siz boshqalardan qidirishingiz mumkin bo'lgan hamma narsani men o'zim beraman. Voy, men hali qidirganim yo'q-ku. Shu qidirmasligingiz uchun ham sizni ko'kka ko'taraman, adasi.